فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد فيها حب فيها وجد واشتياق. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo aytadi: Biz har bir jonli mavjudotni suvdan yaratdik. Payg'ambarimiz esa hadislarda shunday marhamat qilganlarki, eng afzal sadaqa bu suv ulashishlikdir. Bugun 2025-yil 7-noyabr haftaning juma kuni. Alloh taoloning fazl va marhamati ila saxovatli birodarimiz Abu Sulaymonning ihsonlari bilan suv tanqisligidan aziyat chekayotgan chanqagan birodarlarimiz uchun toza ichimlik suv tarqatish ishini amalga oshirmoqdamiz. Bu mintaqada suv juda ham kamdir. Bor suv ham sho'r bo'lganligi sababli odamlarning lablari qurib, chanqoqlik kuchaygan. Allohning fazli bilan biz ularga ichishga yaroqli suv yetkazdik. Alloh taolo bu xayrli ishni qabul qilsin. Ihson qilgan birodarimizning mol-mulkiga va farzandlariga baraka ato etsin. Farzandlarini go'zal tarbiya bilan o'stirishliklarini nasib qilsin. شكرا عمو أبو سليمان.